ularga alamli azoblar borligi Alloh taborak va taolo tomonidan bayon qilingan. Nikoh o'qiyapmiz, hali nikohda yigit aytibdilarki, hali kuchi yo'q bolaga o'xshab nima qilyapti-da, ha deyapti-da. Bu uka xursand bo'lgan. Mushriklarda ham bu narsa kam bo'lganda, yolg'on mushriklarda ham kam bo'lgan. Firibgarlik, o'zgalar molini nohaq yeyish va abadiy qolinadigan jannatlarni Xudo taolo mukofot qilib va'da qilyapti. Alloh taala nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محترم أهل إيمان، أهل إسلام azizlar, Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar, rahmatan lil alamin, sayyidul mursalin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh taborak va taolo barchalarimizni mana bu ayyomda qilayotgan toatlarimizni, ibodatlarimizni Xudo taolo o'z dargohida qabul qilsin. O'tgan juma bilan bu jumani o'rtasida banda ekanmiz, qilgan xatolarimizni, kamchiliklarimizni, gunohlarimizni afv va mag'firat aylasin. Xudo taborak va taolo umrimizni qolgan qismi Alloh taolo o'zi qancha qolganini Alloh taolo o'zi biluvchiroq. Mana shu umrimizni g'animat bilib, Robbimizga ko'p ibodat qilib olishlikni, Robbimizning roziligini topib olishlikni Xudo taborak va taolo hammalarimizga o'zi nasib etsin. Bu umrimizni behuda narsalarga sarflab qo'yishlikdan Xudo taborak va taolo o'zi saqlasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni bu risolat olib kelishliklaridan maqsad insonlarni mana shunday isloh qilish, rohi rostga chaqirish, mana shuni shaxsni tarbiyalash, shu isloh qilishlik. Masalan, qancha Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam tomonidan e'tibor qaratilgan bo'lsa, har bir shaxs bu jamiyatning bir parchasi. Mana shundan kelib chiqadiki, jamiyatni ham isloh qilishga ham mana shu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam alohida ahamiyat qaratganlar. Xususan inshaalloh bugungi kunda ham Alloh saqlasin, ko'payib borayotgan yolg'on, firibgarlik, ya'ni oldingi davrlarda mushriklarda ham bu narsa kam bo'lganda, yolg'on mushriklarda ham kam bo'lgan. Firibgarlik, o'zgalar molini nohaq yeyish kabi illatlar borki, ulardan jamiyatimizni xalos qilishlik uchun nima qilishimiz kerak? Mana shuni o'zini fikrini qilib, mana shu jamiyatimizni shu narsadan xalos bo'lishiga o'zimizni hissamizni qo'shmoqimiz har birimizning vazifamiz. Nima qilsak shu firibgar kamayadi. Bitta bo'lsa ham kamayishiga. Nima qilsak bitta yolg'on kamayishiga bizning hissamiz qo'shilib qoladi. Bu borada dinimiz ko'rsatmalarini o'rganib, albatta unga amal qilish shubhasiz mana shu bizni taraqqiyotimiz, Xudo taborak va taoloning oldiga borganimizda yuzimiz yorug' bo'lishiga mana shu narsa albatta sabab bo'ladi. Taassuf bilan aytish kerakki, diyorimizda yolg'on, aldov, firibgarlik, o'zgalarning molini nohaq yeyish kabi ota-bobolarimiz qattiq hazar qilgan gunohlar ro'y berib turibdi. Haqiqatda ilgarigi ota-bobolarimiz bundan qattiq hazar qilishgan. Birovi haqqi deganda uni xuddi najosatga o'xshab ular bundan qochishgan. Vaholanki dinimiz barchalarimizni rostgo'y va to'g'ri so'z bo'lishlikka buyurib, bunday kishilarga jannatiy bo'lish mukofotini va'da qilgan. Alloh taborak va taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Qala Alloh: "Hada yawmu yanfa'us sodiqina sidquhum, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu anhu, zalikal fawzul azim." Alloh aytdi: "Bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostgo'ylarning rost so'zlari foyda beradigan kun. Rost gapiradigan odamlarning rost so'zlari foyda beradigan kun.
ularga Alloh taolo mukofotiga ostilaridan anhorlar oqib turadigan va abadiy qolinadigan jannatlarni Xudoy taolo mukofot qilib va'da qilyapti. Ya'ni to'g'ri so'zga, rost so'zga Xudoy taborak va taolo mana shunday mukofotni Alloh taolo va'da qilyapti. Alloh ulardan rozi bo'ladi. Ular ham Alloh taolodan rozi bo'lishadi. Alloh ulardan rozi bo'lishi, ya'ni bandasidan Xudo rozi bo'lishi o'zi qanday mukofot. Va ular ham Parvardigordan rozi bo'lishadi. Bu esa eng buyuk saodat. Alloh hammamizni yetkazsin. Bunaqa saodat yo'q. Kecha bir joyda nikoh o'qiyapmiz. Hali nikohda yigit aytibdilarki, hali kuchi yo'q bolaga o'xshab qilyapti-da, ha deyapti-da. Bu uka xursand bo'lgin uylanganingga. Bu xuddali bo'yningga bir narsa tushib ketayotganda zo'rg'a ha deyapsan, u seni qiynab nima qilyapti. Ha deb qabul qildim deb xursand bo'lib aytgan. Bu katta ne'mat bu. Faqat bilmayapmiz biz. Hamma uylanayotganiga xuddi bu narsa bo'layotganga o'xshab zo'rg'a qiz bola ham undan qattiqroq ha deydi-da. Mana kelinning ovozi sendan yaxshiroq chiqdi. U sendan ko'ra shu ne'matligini bilyapti deydi-da, dedim-da. Xuddi shunga o'xshash bu rostgo'ylik juda katta ne'mat-da. Alloh hammamizga nasib qilsin. Va shuni mukofotini Robbul Izzi val Jalol Alloh aytayaptiki, men sizlardan rozi bo'laman deyapti-da. Alloh hammamizni mana shunday rostgo'ylardan bo'lishligimizni Xudoy taborak va taolo o'zi nasib qilsin. Rostgo'ylik hamisha to'g'ri so'zlash va to'g'ri guvohlik berish Allohga sevimli xislatlardan. Mana to'g'ri gapirishlik, to'g'ri guvohlik berishlik hamma holatda bu Xudoy taologa eng sevimli xislatlardan. Ushbu oyati karima orqali Alloh subhanahu va taolo rost gapiruvchi va to'g'ri guvohlik beruvchilarga oxirat dunyosida tagidan anhorlar oqib turuvchi, abadiy rohat farog'atga va rohat farog'atda yashaladigan jannat bog'lari tayyorlab qo'yilgani va Alloh taoloning roziligi, uning jamolini ko'rishga musharraf bo'lish baxtiga sazovor bo'lishi va'dasini bermoqda. Allohga ko'p duo qilaylikki, Parvardigor bizni rostgo'ylardan qilgin. Parvardigor bizni avlodlarimizni ham rostgo'ylardan qilgin. Bizni avlodlarimizdan yolg'onchilar, kazzoblar chiqishligidan Parvardigor o'zing saqlagin deb ko'p duo qilaylik. Rostgo'ylikni lozim tutish va yolg'ondan hazar qilish borasida Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, alaykum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Doimo rost gapiringlar. Rost gapirishlikni o'zingizga mana shunday vazifa qilib olinglar. Zero rostgo'ylik yaxshilikka olib boradi. Mana rostgo'ylikning albatta mevasi yaxshilik bo'ladi. Oxirida albatta bu odam zafarda bo'ladi. Va innal birra yahdi ilal jannah. Yaxshilik esa insonni jannatga yetaklaydi. Va ma yazalu ar-rajulu yasduqu va yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allohi siddiqan. Kishi rost gapirishda bardavom bo'laversa, Allohning huzurida u bandasini Xudoy taborak va taolo siddiqlardan, rost gapiruvchilardan deb Xudoy taolo kitobat qilib qo'yadi. Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam davomida aytdilarki: "Va iyyakum val kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, va innal fujura yahdi ila an-nar, va ma yazalu ar-rajulu yakdhibu va yataharra al-kadhiba hatta yuktabu 'inda Allohi kadhaban." Va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarni qaytardilar yolg'ondan. Mana aytdilarki, yolg'ondan saqlaninglar, chunki yolg'on buzuqlikka yetaklaydi. Yolg'onning orqasida faqat buzuqlik bor. Hatto shariatimiz hazillashib yolg'on gapirishdan qaytardi-da. Hazillashib ham yolg'on gapirishdan biz qaytarildik. Buzuqlik do'zaxga olib boradi. Buzuqlikning faqat natijasi do'zax. Kishi davomli yolg'on gapiraveradigan bo'lsa, Allohning huzurida kazzob, yolg'onchi deb yozib qo'yiladi. Alloh hammamizni saqlasin. Demak, rostgo'ylikning natijasi jannatga kirish bo'ladigan bo'lsa, yolg'onchilikning oqibati do'zaxga kirish ekan. Alloh hammamizni o'zi saqlasin. Yolg'on gapirishga odatlangan kimsalar bu yomon odatlarini tezlik bilan to'xtatishlari kerak. Aks holda ularga alamli azoblar borligi Alloh taborak va taolo tomonidan bayon qilinganki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim.
va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Yolg'on gapirib yurganlari uchun oxiratda alamli azob bordir. Alloh hammamizni yolg'ondan saqlasin. Ming afsuski, hozirgi kunda o'zaro muloqot, muomalalarimizda yolg'on, aldov ko'payib ketyapti. Ba'zan musulmonga ishonmay qo'ydi. Bu holat juda ham achinarli holat. Nahot qalbimda iymonim bor deb musulmonligini da'vo qilib turgan kishi boshqa bir musulmonga yolg'on gapirib, uni aldab chuv tushirsa. Juda achinarli holat. Vaholanki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan bir kishi kelib so'ragan ekan: "Ya Rasululloh, ayakunul mu'minu jabanan?" Ya Rasululloh, ya'ni mu'min odam qo'rqoq bo'ladimi deb so'ragan ekanda. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'rqoq bo'lishi mumkin. Yoshligida, bo'ydoqligida bu qo'rqoq bo'lmagan-u, uylangandan keyin, bola chaqa bo'lgandan keyin sal odam qo'rqoq bo'lib qoladi. Bola chaqam deb qo'rqoq bo'lishi mumkin. Bola chaqam yoshligida mashinani 100 ga 150 ga bosgan ham uylangandan keyin, ikkita, uchta farzand bo'lgandan keyin sekin gazni sekin bosadigan bo'ladi. Nima? Nima bo'lib qolsam, bolalarim nima bo'lar keyin degan tashvish bor-da endi unda. Shu sabab balkim qo'rqoq bo'lib qolishi mumkin. Va Rasulullohdan yana so'raldiki, ayakunul mu'minu bakhilan? Mu'min odam baxil bo'lib qolishligi mumkinmi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mumkin. Mana uylanmagan yigitlar sheriklariga qancha sarflaydi? Xudoning yo'lida ham sarflab borishi mumkin. Gaplar ham jeb va zo'r, lekin uylangandan keyin sekin sheriklariga ham qo'shilmay qoladi. Nimaga? U oilamga sarflasam shuni yaxshi bo'ladi deb turib, baxillik bo'lib qolishi mumkin unda. Mu'min odam baxil ham bo'lib qolishligi mumkin. Payg'ambar alayhisalom bo'ladi dedilar. Shunda yana so'raldiki, ya Rasululloh, ayakunul mu'minu kazzaban? Mu'min odam yolg'onchi bo'lishi mumkinmi deganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yo'q, mu'min odam yolg'onchi bo'lmaydi dedi. Demak, bir odam yolg'on gapirayotgan bo'lsa, u odam mu'minlikdan o'chirilyapti-da. Alloh saqlasin. Xudo hammamizni mana shu yolg'on gapirishlikdan Hazrati Parvardigor jalla va alo o'zi saqlasin. Hozirgi davrimizda eng asosiy muammoga aylangan illatlardan biri yolg'on axborot. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilarini ko'paytirish maqsadida ba'zilar turli asossiz ma'lumotlar, turli bo'xtonlar va uydirmalarni tarqatish holatlari uchramoqda. Mana shundan juda hushyor bo'lishimiz kerak. Juda yolg'on ko'payib ketgan. Xudo saqlasin. Alloh taborak va taolo o'zi panoh bersin. Hozirgi kunda yana bir afsuslanarli holat savdo-sotiq vaqtida xaridorni aldab firibgarlik qilishdir. Masalan, aybi bor molini aybini yashirib sotish yoki soxta molni asl mol deb sotish yoki falon so'mga olganman deb yolg'on gapirish kabi holatlar, bunday qilish juda og'ir gunohlardandir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 toifa odamga deb turib, 3 toifani payg'ambar alayhisalom sanab aytdilarki, Alloh qiyomat kunida ularga gapirmaydi, Alloh rahmat nazari bilan qaramaydi. Ya'ni bu rahmat nazari bilan qaramaydi degani, u odam tamom jannatga kira olmaydi. U odam tamom baxtli bo'la olmaydi. Ularni gunohlardan Xudoy taolo poklamaydi va ularga alamli azob bo'ladi deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shulardan birini yolg'on qasam bilan gaplarni so'zlab, yolg'onlarni gapirib, qasam ichib, matosini o'tkazgan kishi dedilar-da. Xudo saqlasin, buni ko'rinishida bir foyda bilan chiqayotganga o'xshaydi. Lekin asosiy narsa natija-ku. Natija nima bo'ladi? Shu odamning natijasi, oqibati nima bo'ladi? Hammamizga ayonda, bironta tarixda yolg'on gapirib oxiri bir dunyoda saodat topgan odamni ham ko'rmaysizda. Bir vaqtlar musulmonlarga tish tirnog'i bilan qarshilik qilgan odamlarni oxirida Alloh taolo shunaqa xor qilib qo'ydiki, ustozga borib hatto so'rashgan ekanda, iloji bormi shu dadamizni o'zimiz o'ldirib yorsak deydi ekanda. Shu darajada xor qilib yorganda Xudoy taolo. Biron joyda yolg'onni oqibati yaxshilik bilan tugaganda hech qachon tarixda ko'rmaysiz. Alloh saqlasin. Shunday ekan, oldi-sotdi qilayotgan kishi juda hushyor bo'lib, gaplariga aslo yolg'on, firibgarlik aralashmasligini qattiq nazorat qiladi. O'zi nazorat qiladi, uni birov nazorat qilish shart emas. Unga kamerani keragi yo'q. O'zini nazorat qilish kerakda. Alloh ko'rib turibdi.
Alloh meni nazorat qilib turibdi degan narsani musulmon inson qalbiga joylash kerak. Agar haqiqatan sotayotgan narsasida kamchiligi bo'lsa, shuni aytib sotadigan bo'lsa, buni savdosiga Alloh barakot beradi. Haqiqatan mana aybi bor. Aytib sotavering, Alloh siz o'ylamagan tomondan barakotini beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, in sadaqa va bayyana burika lahu fi bay'ihima va in katama va kadaba muhiqat barakatu bay'ihima. Agar rost gapiradigan bo'lsa sotuvchi, aybini aytib sotadigan bo'lsa, Xudoy taborak va taolo sotiladigan narsaning aybini aytuvchi kishiga, ya'ni oluvchi kishiga ham ikkalasiga ham Alloh barakot beradi. Agar yolg'on gapirib sotiladigan narsaning aybini yashirsalar, savdolarining barakasi ketkaziladi. Ikkalasiga ham ketar ekanda. Xudo saqlasin. Shunday ekan sotuvchi yolg'on gapirmasligi, xiyonat qilmasligi, tarozi, litr, metr, hajm va donasidan urmasligi, xaridorni hurmat qilishi lozim. Hamda xaridor kambag'alroq bo'lsa, imkon qadar unga narxidan tushib berishi maqtovga sazovor. Mana ba'zan azizlar ko'ramiz, ko'chada endi puliga zo'r qilib qolganda, yo xonadon yuradi, o'sha bitta paypoq sotadi, yo salfetka sotadi, yo masalan ko'kat sotib yuribdi. Iloji bo'lsa shulardan aytgan narxiga olaverish kerak-da. Shu uyimizga kelsa shunaqa bilan bir savdolashamiz, hayron qoladigan o'zingizni shu savdoda bir mohir qilib ko'rsatishga harakat qilasizda. Yo'q, uyingizga keldi, u muhtoj bo'lib keldi-da. Aytgan narxiga olib qo'yavering, mana shu sizdan sadaqat bo'ladi-da. Inshaalloh mana shu inshaalloh hammasi sadaqat bo'ladi. Chunki u muhtoj bo'lmasa eshigingizga kelardimi shuni sotgani. Mana shunga ham albatta biz e'tibor berishimiz kerak. Dinimizda yolg'on gapirish katta gunoh hisoblansa, undan ham kattarog'i zararni qaytarish uchun ba'zi holatlarda istisno tariqasida yolg'on ishlatishga shariatimiz tomonidan ruxsat berilgan. Bittasi odamlarni oralarini isloh qilish uchun. Musulmonlarning bir-birlari bilan urushib yurishlari juda ham yomon ish. Bu yomon ish oqibatida insonlar, jamiyatlar orasi buziladi. Shuning uchun bu holat paydo bo'lishi bilan qanday qilib bo'lsa ham uni bartaraf qilishga o'tish zarur. Bu yo'lda hatto shariatimiz yolg'on gapirishga ham ruxsat berganda. Qaynona bilan kelindir, ikkita masalan qarindosh urug'lardir, qo'shnilardir, shularni yarashtirib qo'yishlikka shariatimiz ruxsat beryapti. Chunki odamlarning oralarini isloh qilish uchun yolg'on gapirgan odam faqatgina yaxshilik uchun yolg'on gapirgan bo'ladi. Oilaning ahilligini saqlab qolish uchun har bir jamiyatda oilaning ahilligi alohida ahamiyat kasb etadi. Ahil oilada o'sgan bolalar salohiyatli farzand bo'lib o'sadilar. Shuning uchun ham er-xotin orasidagi o'zaro ahillik juda muhim. Ana o'sha ahillik buziladigan vaziyatda uni saqlab qolish maqsadida er-xotinga bir-birlariga yolg'on gap aytishlariga ruxsat berilgan. Xotin ba'zan erkalab so'rashi mumkin, meni yaxshi ko'rasizmi desa, o'zi yoqtirmaysiz. Ha deb qo'ysangiz o'zi yolg'oni, lekin shunga shariat ruxsat beradi. Yo'q, seni yoqtirmayman, to'g'risini aytish kerak desangiz, o'rtada janjal chiqadi. Katta janjal bo'lib ketishi mumkin-da. O'shanaqada ha, yaxshi ko'raman deb qo'yavering. Ha? Shu bilan masalan yaxshi bo'lib ketadi-da. Yo ovqat uncha nima bo'lmagan. Ha, yaxshi bo'pti, ha, yaxshi bo'pti. Hali biz bitta masalan payg'ambar alayhisalom Ummu Salama onamiz bilan o'tirganlarida Ummu Salama onamiz nabiralarini chaqiradi. Bu yoqqa kel, bir narsa beraman. Payg'ambar alayhisalom nima berasan? Bir dona xurmo beraman ya Rasululloh. Agar shuni aldaganingda Alloh qalbiga qora tushirardi. Ya mana hadis turibdi-ku deb turib, xotiningiz meni yaxshi ko'rasizmi desa, yo'q, yaxshi ko'rmayman. Ha, deydigan bo'lsak, bu noto'g'ri bo'lar ekanda. Hamma bo'ldi, ha deb qo'ying, inshaalloh shu bilan tinchlikda ham tinchligu mana shu oilamizda ahilligi saqlanib qolgan bo'ladi-da. Alloh hammamizga o'zi himmat bersin. So'nggi paytlarda Allohdan qo'rqmaydigan firibgarlar ko'payib ketdi. Ular turli aldov yo'llar orqali odamlar molini qo'lga kiritmoqda. Masalan, yolg'ondan biror bemor kishining suratini qo'yib yordam so'raladi. Telegramda kirsangiz 5 yil oldin agar u bolani qo'yib bersangiz hozir attalab yurgan bo'ladi-da. Shu yotgan 5 yil oldingi surat bir xilda edi. Shunga kartaga pul tashlaylarda bir xil surat
Odamlar bunga ishongan kishilar kartalarga pul jo'natib, keyin qarasa yolg'onchi. Keyin haqiqiy muhtojga ham bermay qo'yyapti-da. Bu mashinnik deb turib, hali haqiqiy muhtoj ham shuni kaltagini yeyapti-da. Mana shunday firibgarliklarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Javob bittada. Biz Qur'onga qaytishimiz kerak, biz sunnatga qaytishimiz kerak, biz shariatga qaytishimiz kerak. Biz Qur'on, sunnat, shariatga inshaalloh qaytadigan bo'lsak, bu narsa o'zi-o'zidan jamiyatdan chiqib ketadi. Lekin boshqa nima tadbir qilinsa-yu, biz Qur'onga qaytmaydigan bo'lsak, biz shariatimizga bir amal qilmaydigan bo'lsak, biz bundan qutula olmaymiz. Eng asosiy narsa shuda. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Alloh taolo mana shu shariatga bo'lgan, Qur'onga bo'lgan muhabbatimizni Xudoy taolo o'zi ziyoda qilsin. Masalani biz shu Qur'ondan qidiradigan bo'lsak, biz to'g'ri masalani topgan bo'lamizda. Alloh hammamizga shuni yechimni faqat Qur'ondan, faqat payg'ambar alayhisolamning o'gitlaridan qidirishlikka Xudoy taolo bizlarga o'zi tavfiq bersin. Gohida firibgarlar ijtimoiy tarmoqlarda turli maqsadlarda plastik kartalarni joylashtirgan kishilarga pul tashab beramiz deb maxfiy kodni yoki to'liq karta ma'lumotlarini so'rashadi. Endi bundan ham ogoh bo'lishimiz kerak-da. Siz masalan yutib oldingiz, binasa deydi-da, sizni aldab turib pul bo'lmaydigan bo'lsa kartada kredit ham olib qo'yadi-da. Shunga imkon qadar mana shu begona endi nomerlar bo'lsa, endi yoshlari kattalari, yoshlar ancha ogoh bo'lib qolishdi-yu, shunga juda biz ogoh turishimiz siz bilan bizni vazifamiz ekan. Firibgarlik jinoyatining bugungi kunda keng tarqalgan yana bir ko'rinishi poraxo'rlik. Poraxo'rlik deyarli har sohada ildiz otgan razil illat. Ba'zi pastkash kimsalar o'z vazifasini suiiste'mol qilib, shaxsiy manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ygan holda davlat mol-mulkidan foydalanishi jamiyatning turli xil jabhalarida o'sish, rivojlanishdan to'xtab qolishi, oddiy xalqning islohotlarga bo'lgan ishonchini yo'qolishi, odamlarning o'z hayotlarini o'zgarishiga qaratilgan tashabbuslarining yo'qqa chiqishi singari o'ta salbiy holatlarga olib kelishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, pora berganga ham, pora olganga ham, ular o'rtasida vositachi bo'lganga ham Allohning la'nati bo'lsin deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam duoibat qildilar. Alloh mana shu jamiyatimizdan poraxo'rlarni o'zi ko'tarsin. Alloh isloh qilsin. Alloh taolo tavfiq bersin. Isloh bo'lmaydigan bo'lsa, tavfiq bermaydigan bo'lsa, Xudoy taolo jamiyatimizdan ana shunday kishilarni Xudoy taborak va taolo o'zi ko'tarsin. Azizlar, bir narsani unutmaylikki, rizq ro'zimizni talab qilish uchun halol yo'llar turgan bir paytda noto'g'ri yo'llar bilan rizq topishga harakat qilganimiz bilan bizga Alloh taolo tomonidan taqdir qilib yozilgan rizqimizdan ortig'ini hargiz qo'lga kirita olmaymizda. 7 qavat osmonga tagiga kirib, yerga tagiga kirsak ham, 7 qavat osmonga chiqib ketsak ham Alloh taoloning taqdirimizda kitobat qilganligini yeya olamiz xolos. Alloh mana shu doim quloqimizga quyib yurishlikka Xudoy taolo bizlarga o'zi tavfiqini bersin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mol dunyoni go'zal yo'l bilan talab qilish haqida shunday marhamat qilgan ekanlarki, ayyuhan nas ittaqulloha va ajmilu fit talab. Ey odamlar, Allohdan qo'rqinglar. Mol dunyoni go'zal yo'l bilan talab qiling. Har bir inson o'zining rizqini mukammal olmaguncha joni uzilmaydi. Rizqimizni mukammal olmagunimizcha Xudoy taolo omonati bizdan olmaydi. Bir odam vafot qildimi, barvaqt deyishga haqqimiz yo'qda. Demak, uni rizqi tugabdi. Uni nafasi tugabdi. Payg'ambar alayhisalom aytayaptilarki, rizqini mukammal olmasa joni uzilmaydi. Unga belgilangan rizq biroz kechikishi mumkin, ammo baribir keladi. Shuning uchun Allohdan qo'rqinglar va mol dunyo talab qilishda go'zal yo'lni tanlanglar deb Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizlarga nasihat qilgan ekanlar. Alloh taolo har birimiz mana shu rizqimizda halollikka intilishlikka Xudoy taolo bizlarga o'zi tavfiq bersin. Xudo rahmat qilsin. Mavlaviy Jununiy aytadilarki, hayfi umriki hama darpay g'aflat guzarat. Hayfi umriki hama darpay g'aflat guzarat. Bagiriftori dunyovu bakulfat guzarat. Hayf ketib qopti. Bekor ketdiki bir umrki hammasi g'aflatda ketgan bo'lsa.
Bir kunimizga ham buni hisoblash mumkin-da. Bir kunimizda 24 soat bo'lsa, 24 soatda ichida biz bir pora Qur'on o'qimagan bo'lsak, Allohga bizni yaqin qiladigan bir ibodat qilmagan bo'lsak, sadaqat bermagan bo'lsak, hech 24 soat ichida bir narsa yo'qmi? Demak, bir kunimiz juda bekorga ketib qopti-da. Shunga ishora bo'lyapti. Bakiriftori dunyovu va kulfat guzara. Dunyoga sarflandi-yu, o'sha dunyoning kulfatiga ketdi. Hech narsa oxiratdan yo'q. Bu narsa umringiz bekor ketib qopti. Xo'sh, hamon umrki dar suhbati mardoni Xudo ba Xudo jo'yu bar har ahli muhabbat guzara. Shunday umr yaxshiki, Xudoni bandalar bilan mardi Xudo, ya'ni rijol deymiz-ku, mardi Xudo bilan o'tkazgan bo'lsa. Mardi Xudo bilan yaxshi odam bilan o'tirsak, albatta uni yaxshiligi bizga yuqar ekanda. U gapirmasa ham yuqib qolaverar ekan. Bizga nasihat qilmasa ham yuqib qolaverar ekan. Aytayaptilarki, bo Xudo jo'yu bar ahli muhabbat guzara. Xudo jo'yu namoz o'qiydi, roza tutadi, birovning haqqidan qo'rqadi va uning muhabbati bor Alloh taologa. Mana shu eng yaxshi damlar deydilar. Bazaboni zikru badil fikri shuhudi zotash. Mana endi buni yaxshi odam bilan o'tirsangiz, mevasi shunday bo'ladiki, sizni tilingizda zikr paydo bo'lib qoladi. Tilingizda subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar paydo bo'ladi. Fikringiz nima qilsam shahodat topaman. Nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladigan narsa qalbingizda paydo bo'ladi-yu, bahuzuri dilu dargarmi suhbat guzara. Qalbingiz huzur halovati bo'lib qolar ekanda. Qalb xotirjam bo'lib qoladi. Qalbidagi bezovtalik ketib qoladi. Va mana shunday suhbatlarda o'tirsa, ilmiy suhbatlarda uyqusi kelmaydi ekanda. Qachon tugarkin deb hali soatga qaraydi. Bir bo'lsa shu hamma soatga qaraydi. Shunaqa bo'lmay qolar ekanda odam. Juda foydasi katta ekanda. Dil ba ogohiyu tan qoimi mihrobi sujud. Dil ba ogohiyu tan qoimi mihrobi sujud. Mana eng katta mevasini aytayaptilarki, insonning qalbi ogoh bo'lib qolar ekan. Insonning qalbi ogohu, tani faqat mihrobga sajda qilish, ya'ni o'sha Parvardigorga sajda qilishga bo'lib qoladi. Inshinin todami oxir ba ibodat guzara. Yaxshi odamlar bilan birga yuradigan bo'lsa, uni eng katta mevasi umrini oxirigacha Alloh taologa ibodatda o'tadi deyaptilar. Alloh taolo hammamizga shuni nasib qilsin. Oxirgi nafasimizgacha Robbimizga ibodat qilishlikni Hazrati Parvardigor jalla va ala o'zi nasib qilsinki, Xudo taborak va taolo o'zining kalomida va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Ya'ni bu dunyodagi hayotdan murod, bu dunyodagi hayotdan maqsadimiz shuki, Xudo taborak va taologa boshimizni taslim bo'lgan holatda, Xudo taologa taslim bo'lgan holatda sajdaga qo'yishlik, Alloh taologa ibodat qilishlik. Bir ajoyib payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislari aytilyaptiki, inna amra kullahu khayrun. Ya'ni ajaban li amril mu'min. Mu'min odamning ishi bir ajoyibda. Mu'min insonning ishi bir ajoyibki, har bir ish unga yaxshilik bo'ladi. Agar unga xursandchilik keladigan bo'lsa, to'y qilyapti, yo masalan bir xursandchilik bo'lyapti, mana shunga alhamdulillah deb Xudoga shukr qiladigan bo'lsa, unga Alloh ajr beradi. Uylanyapti, o'ziga foyda bo'lyapti. Yo masalan mashina olyapti, o'ziga foyda bo'lyapti. Lekin alhamdulillah Parvardigor menga shuni beryapti deb xursand bo'lishligi unga ibodatni savobi kitobat qilinadi. Lekin musibat ham kelib qoldi. Musibat ham hammaga keladi, musulmonga ham keladi, kofirga ham keladi. Lekin musulmonga kelishligi bu ajoyibki, musulmonga berilgan holat inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Endi Xudoning bergani shu ekan. Bizni qiladigan ishimiz sabr deb turib, Alloh taologa sabr qilishligi bilan Alloh taborak va taolo bandasiga bunga ham mukofot beradi. Biz avval o'zimizga shuni singdirib olishimiz kerakda. O'zimiz mana shu bir musibat kelsa sabr qilishimiz, yo masalan Xudo taolo tomonidan bir mukofot kelsa shukr qilishimizni avval o'zimizga joylab olishimiz kerakda. Bir otin xola, otin oyilardan birlari hali bir jamoatga kirib ma'ruza qilib bering desa, shu kimdir endi uylanish haqida gapiribdilar. Endi bu ixtiyori, u nechtaga uylansa o'zining ixtiyori uylanaveradi.
ikkitagami, uchtagami, bu nima biz nima qila olmaymiz bunga deb rosa gapiribdilar. Fazilatidir, boshqasidir rosa gapirganlaridan keyin shu yerda o'tirgan bir yoshroq qiz bor ekan, endi juvonda endi. Otinoya sizga bir endi fursat bo'lib qoldi, gapiraman debdi. Nima deysiz desa, ayta olmay yuruvdim, endi shu haqida ma'ruza qilganingizga o'zingizga aytaman. Nima desalar, shu eringizga men bir yil oldin turmushga chiqib oluvdim. Sizga ro'yin uyalib sizdan bekitib yuruvdim, endi mana o'zingiz bu haqida suhbat qilib berdingiz. Shu holat endi deganlardan keyin hali o'tirib shundan ketib qoldilar. Suvlarni sepib bir pas o'zlariga kelib turib nima bo'lgandan keyin hali jo'rabaq qari deydi-kanda. Qari hali jo'rabaq desa, "Yo'q, men u" debdi. "Men siz bir sinagandim" debdi. Bir sinagandim. Agar o'zingiz nima deysiz, o'zi aytayotganingizga o'zingiz amal qilasizmi, amal qilmaysizmi, bir sizni sinab ko'ruvdim. Shuda avval o'zimiz mana shu hali gapiradigan suhbatimizga, gapiradigan gaplarimizga o'zimiz ham bir nima qilishimiz kerak-da, hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak-da. O'zimizda hech narsa quruq narsa bo'lsa-yu, bir jamoatga gapiradigan bo'lsa, bir kishiga gapiradigan bo'lsak, ota o'zi yolg'onchi-yu, bolalarga yolg'on gapirmanglar deb yolg'onni kasofatidan gapirsa, ota o'zi sigaret chekadi-yu, sigaret kasofatidan gapirsa, ota o'zi nosni ursa-yu, nosni kasofatidan gapiradigan bo'lsa, uni ta'siri bo'lmaydi-da. Albatta avval o'zimiz shunga amalan biz bir o'zimiz ko'rsatib berishimiz kerak-da. Yolg'ondan o'zimizni birinchi saqlashimiz kerak. O'zimiz yolg'on gapirib turib, bolamizga yolg'on gapirmang desak, bu bir behuda narsaga o'xshab qoladi-da. Alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin. Bu yo'lda mana shu bizni amal qilishimiz oson bo'lishligi uchun biz albatta ulug'larimiz, salaflarimiz, sahoba-i ikromlarning hayotlarini o'rganishlik bizlarga juda katta ibrat bo'ladi. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu haqida aytadilarki, Bilol as-Payravi shu surma-i chashim deydilar. Bilol o'zlari qop-qora edilar. Lekin Rasulullohga ergashdilar. Rasulullohning etaklarini mahkam tutdilar. Rasulullohni muborak ko'zlariga qarab shu qarorga keldilar Bilol. Bu narsani yo Rasulullohning yuzlarida, yo Rasulullohning ko'zlarida Abu Jahl ko'ra olmadi. Abu Lahab ko'ra olmadi. Mughira ko'ra olmagan narsani, Valid ibn Mughira ko'ra olmagan narsalarni Bilol ko'rdilar. Rasulullohning yuzlariga qarab, ko'zlariga qarab, bu ko'zlar aldamaydi degan ekanda Bilol. Bu ko'zlar hargiz aldamaydi deb turib, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedilar. Ana shu la ilaha illalloh deyishlaridan u kishiga imtihon boshlandi. Imtihon shu darajada bo'ldiki, u kishini shu eng issiq 60 daraja issiqqa olib chiqib, saunani endi uni issiqxonasiga o'xshaydi, misol qilgan. Misoli shunga o'xshaydi, olib chiqib, boshlari ustilariga katta toshlarni qo'yib urib qaytasan deganda bir qadam ham orqaga siljimadilar-da. Alloh taolo u kishiga shunday mukofot berdiki, Rasulullohning muazzinlari bo'ldilar. Rasulullohni bomdodga uyg'otdilar. Muazzinlik o'zi ham bir ajoyibki, bir insonni namozga uyg'otish, bir insonni jamoatga chaqirish juda katta narsa-da bu. Mana shu sharafni Alloh taolo Hazrati Bilolga berdi. Raviylar aytadilarki, Biloldan ko'ra ovozi chiroylilar bo'lgan. Biloldan ko'ra masalan talaffuzi go'zallar bo'lgan, lekin payg'ambar alayhisalomning Bilolga bo'lgan mashaqqatlarning evaziga Rasululloh shu mukofot bilan u kishini dunyodagi mukofot qilib, hatto payg'ambar alayhisalom ey Bilol, jannatda men sizni kavushingizni ovozini eshitdim dedilar-da. Mukofotni qarang. Jannatda men sizni kavushingizni ovozini eshitdim. Payg'ambar alayhisalomning vafotlarini Hazrati Bilol hazm qila olmadilar-da. Suriya tomonga chiqib ketgan ekanlar. Qayga qarasam Rasulullohni ko'ryapman deb, meni koshki mana shu kunlarni ko'rmasam deb Suriyaga chiqib ketgan ekanlar. Suriya tomonga, Shom sharif tomonga chiqib ketganlar. O'rtada qanchadir vaqt o'tgan, Hazrati Bilolni tushlarida Rasulullohni ko'radilar. Payg'ambar alayhisalom ey Bilol, bizga javr qildingiz-ku, bir ziyorat qilsangiz bo'lmaydimi deganda, Hazrati Bilol turdilarda yig'lab to'g'ri Madinaga kelib, Rasulullohning qabrlarini ziyorat qildilar. Ancha u joyda turganlarida bir qanchadir muddat Imom Hasan, Imom Husaynlar kelib, ey Rasulullohning muazzinlari, bizga bir azon aytib bering degan ekanlar. Bizga bir azon aytib bering. Shunda Hazrati Bilol radhiyallohu ta'ala anhu Rasulullohning nabiralarining gaplarini qaytarib bo'lmaydi
deb turib jannatni rayhonlarini gaplarini qaytarib bo'lmaydi dedilarda azonni boshladilar. Shu azon sadosi boshlanishi bilan butun Madina oyoqqa turgan ekanda. Rasululloh qaytib keldilarmikin deb o'ylab butun Madina oqib masjidga kelishni boshladi deydilar. Ammo azon oxiriga yetib kelmadi. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullohga kelganda Hazrati Bilol shu gapni aytib shudan ketgan ekanlarda. Muhabbat shu darajada bo'lgan. Inshaalloh mana shu jamiyatni biz o'nglashimizda, o'zimizni isloh qilishda ham mana shu sahoba ikromlarni hayotlarini o'rganishlik bizlarga juda katta bir fazilat bo'ladi. Alloh taborak va taolo bizni ham jamiyatimizda shu Bilolga o'xshagan, Hilol radhiyallohu anhu ga o'xshagan ulug' zotlar chiqishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. To'g'rilikning orqasidan bo'ldi-da bular hammasi. Moli davlat bilan ular topishgani yo'q bular. Hazrati Hilolni aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana Makka da turgan islomning ilk kunlarida, ilk davrlarida deydilar. Bir necha kishilar bilan o'tirib aytgan ekanlarki, hozir sizlar oralaringizga bir kishi keladi, u kishiga jannat oshiq degan ekanlarda. Sizlarning oralaringizga hozir bir kishi keladi, u kishiga jannat oshiq. Qarab tursak, bir bo'ylari navcha, bo'ylari uzun, bo'ylari bir qop-qora kishi kirib keldilar. Ochligidan deydilar, ko'zlari ichiga kirib ketgan ekan. Rasulullohni oldilariga kelib, Rasulullohga salom berdilar. Payg'ambar alayhisalom bir necha xurmoni olib, "Ey Hilol, mana uni oling" deganda, xursand bo'lib, "Ya Rasululloh, men niyat qiluvdim. Men Rasulullohni ko'rsam 3 kun roza tutaman deb niyat qiluvdim. Ya Rasululloh, men endi 3 kun hech narsa yemayman" degan ekan. O'zi och. O'zi ochligidan ko'zlari ichiga kirib ketgan, lekin Rasulullohni ko'rganimga shukronasiga men 3 kun roza tutaman. Alhamdulillah, Alloh sizni ko'rishni nasib qildi deb roza tutganlarini aytgan ekanlar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Ey Hilol, og'zingni ochganingda meni haqqimga bir duo qilgin" degan ekanlar. Iftor qilayotganingda meni haqqimga duo qilgin. Shunda Hilol aytgan ekanlarki, "Ya Rasululloh, siz olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot bo'lsangiz, Alloh taoloning eng suygan bandalaridan bo'lsangiz, bu ojiz Hilol sizni qanday duo qiladi" degan ekanlar. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadilarki, Madinada edik. Men umrani niyat qilib ihromga kirdim. Ihromga kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kirib, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, men bir umra qilib kelay" deb ruxsat so'raganlarida payg'ambar alayhisalom, "Ey Umar, Muhammadning haqqiga duo qilishlik esingdan chiqmasin. Shu Ka'bada umrangni tugatib bo'lganingdan keyin Muhammadni duo qilishlikda unutib qo'ymagin. Duoyingda Muhammadni duoyingga sherik qilgin" deganda Hazrati Umar o'zlari aytadilarki, "Dunyoda menga eng mahbub gap shu bo'ldi" deydilar. Rasulullohning og'zilaridan, "Ey Umar, meni haqqimga duo qilgin." Demak, shu sunnat ekanki, bir kishi umraga ketyapsa, bizni haqqimizga duo qiling birodar deb turib, umra arzon bo'lib qoldi-ku, endi duo so'rasham uncha yo'q, bizni sunnat ekan. 1000 ta odamni ko'rmaymizmi? Birodar, o'sha joyda bittasini duosi ijobat bo'lsa, biz zafar topamizda. Meni haqqimga duo qiling. Alloh meni obid bandalardan qilsin. Meni haqqimga duo qiling. Meni bolalarimdan yolg'onchilar chiqmasin deb turib, o'shalarni duolarini olishga harakat qilaylik. Hazrati Umar aytadilarki, eng menga dunyodagi yaxshi gap Rasulullohning mana shu gaplari bo'ldi deydilar. Hilol ham, "Ya Rasululloh, siz Hilolni duosiga ehtiyojingiz yo'q" degan ekanlarda. Shunda Rasululloh, "Ey Hilol, meni duo qilgin, Alloh bizga yordamchi bo'lsin." Aytadilar, Hilolning ro'zasi oxiriga yetib bormadi deydilar. 2 kun o'tgandan keyin xabar keldiki, Jabroil alayhisalom kelib, "Ya Rasululloh, Allohning do'sti, meni do'stim, sizni do'stingiz Hilol dunyodan o'tdilar." Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, Jabroil alayhisalomni chaqirib, "Ey Jabroil, men falonchini yaxshi ko'rdim, siz ham yaxshi ko'ring" deb Xudo taolo buyurar ekanda. Jabroil alayhisalom butun yerdagi osmondagi farishtalarga buyurar ekanlarki, "Alloh falon bandani yaxshi ko'rdi, men ham yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar" deydi ekan. Butun yer yuzidagi hamma malaikalar u bandani yaxshi ko'rishar ekanda. Hilolga shunday aytilyaptiki, Alloh buyurdi, "Ey Rasululloh, Hilolni kafanlash, ya'ni takfin qilish, tajhiz qilish, kafanlash, jihozlash, qabrga qo'yish
sizni vazifangiz bo'ldi ey Rasululloh. Alloh buyurdi, to siz borguningizga qadar men hilolning ustida turarman ekan deb Jabroil alayhisalom chiqib ketdilar deydilar. Hilolning ustida turishimga Alloh buyurdi degan ekanlar. Hozir hilol qayerda deb so'raganlarida hilol o'sha Mughirani uyida deb xabar bo'ldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Payg'ambar alayhisalom sahobalar bilan jannatga mushtoq bo'lgan ey do'stlarimiz turinglar, hilolni borib qabrga qo'yib kelamiz, nimasini takfin qilib kafanlab degan ekanlar. Alloh buyurdi menga uni kafanlashga. Aytadilarki, Mughirani uyiga keldilar va Mughiradan aytgan ekanlarki, Alloh buyurdi menga shu uyingda bir kishi vafot qilgan. Mughira aytgan ekanlarki, sen nima qilasan? Meni uyimda hech kim vafot qilgani yo'q deb turib xuddi payg'ambar alayhisalomni yolg'onchi qilmoqchi bo'ldi. Ulamolar aytadilarki, bu qoroyuzlik hilol tanigan Rasulullohni Mughira tanimadi. Juda o'zini davridagi aqlli odamlar bo'lgan. Abu Jahl, Mughira, Abu Lahab hammasi eng qavmini eng ali donolari bo'lishganda. Aytadilarki, Rasululloh ustuni hannonu mannon shinoxt Abu Jahlu odamiy dushmani soxt dedilar. Payg'ambarni bir daraxt tanidi. Payg'ambar alayhisalom o'tib ketayotsalar, daraxtlar u kishiga salom berardiki, assalomu alaykum ya Rasululloh deb, daraxtlar Rasulullohni tanib salom berardi. Ammo Abu Jahl, Mughira, Abu Lahablar Rasulullohni tanish baxtidan mahrum bo'lib qolishdi. Hatto aytadilarki, payg'ambar alayhisalom bir davrlarda Madinada yangi masjid qurilganda bir xurmoga suyanib odamlarga xutba qilar ekanlar. Xurmoga suyangan holatda. Keyin bir onaxon qarasalar Rasulullohni orqadagilar ko'rmayapti deb bir necha zinalik bir mana shunaqa bir minbar yasattirib bergan ekanlar. Rasululloh minbarga chiqqanlarida hali xurmodan yosh go'dak yig'laganda qattiq ovoz chiqib yig'lagan ekanda xurmo. Payg'ambar alayhisalom borib o'sha xurmo daraxtini tinchitgan ekan. Jannatda birga bo'lamiz sen bilan jim bo'l deb daraxtni tinchitgan ekanlar. Shuni aytayaptilarki, bir daraxt joni yo'q bir taxta Rasulullohni tanidi-yu, ammo bu Abu Lahab, Abu Jahllar Rasulullohni tanishdan mahrum bo'lishdi. Butun umrlari rahmatal lil alaminga dushmanlik qilishdi. Bu ham masxara qilib chiqib, nima qilasan? Mughirani uyida senga nima bor deganda, bir Allohning do'sti seni uyingda vafot qildi. Shuni men dafn qilgani keldim deganda, meni uyimda hamma tirik dedi. Shunda bir g'ulomi chiqib aytgan ekanki, bir uyda shu nima og'ilda o'g'ilxona deymiz-ku biz, shu o'g'ilxonada bir g'ulom Hilol degan g'ulomingiz vafot qildi. U meni o'g'limiz sipirib yuradigan bir nima deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, agar Hilolni maqomini, Hilolga bergan martabani sen bilganingda edi, bu gapni aytmagan bo'larding. Payg'ambar kirdilar sollallohu alayhi vasallam Hilolni o'zlari yuvishga kirishayotganda Umar aytgan ekanlarki, yo Rasululloh, o'zlari ovora bo'lmasinlar. O'zlari urinmasinlar. Men shuni yuvay, men o'zim kafanlay deganda, ey Umar, men yoshligimda yetim bo'lganman. Men yoshligimda g'arib bo'lganman. G'ariblarni, yetimlarni sardori men. Buni Alloh taolo menga buyurdi, shu Hilolni kafanlashni, yuvishni men o'zim yuvaman. Sen mayli suv qo'yib berib turib, yordam berib tursan mayli-yu, bu g'ariblarga men o'zim g'amxo'r bo'laman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hilolni aytadilar o'zlari qabrga qo'yishgan ekanlar. Qabrga qo'yib turib, payg'ambar alayhisalom qabrga qo'yib bo'lganlardan keyin bir Rasululloh tabassum qilgan ekanlar. Shunda sahobalar, yo Rasululloh, odatda bir odamni qabrga qo'ysangiz yig'lardingiz, ko'z yoshingiz beixtiyor sizdan chiqardi, ammo Hilolni qo'yib tabassum qildingiz. Buni sababi nima deganda, ikkita hur keldi hozir. Men ko'rib turibman, ikkita hur. Bittasining qo'lida jannatning taomi turibdi. Mana shu agar Hilol och bo'lsa shuni beramiz, iftor qiladi shu bilan. Bittalari suv olib keldilar. Shu Hilol tashna bo'lsa mana shu jannatning suvidan ichadi, ikkita idishda suv turibdi. Bundan ham ajibi, jannatdagi eng go'zal hurlardan bittasi kelib, "Yo Rasululloh, ruxsat bering, shu Hilolga meni nikohlab qo'ying. Men Hilolning nikohiga kiraman" deb turibdi. Bilasizlarmi, bundan ham eng ajibi shuki, u Hiloldan chiqayotgan gap shu bo'lyaptiki, la uridu illa hu deyapti.
Menga Allohning jamolidan boshqa birontasi kerak emas deyapti hilol degan ekanlarda. Payg'ambar alayhisalom tabassum qilib shuni aytgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo mana shu sahoba ikromlarni dunyoda ko'rishlikni Xudo taolo nasib qilmadi. Oxiratda Hazrati Hilolni, Habbobni, Hazrati Bilolni, Hazrati Umarni ko'rishlikni, hammalari bilan ham suhbat bo'lishlikni Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga o'zi nasib qilsin. Farzandlarimiz ham inshaalloh azizlar salohiyatli bo'lishliklari uchun mana shu sahoba ikromlarning hayotlaridan, tobiinlarni, salaflarning hayotlaridan bir inshaalloh ularga bir suhbat qilib beradigan bo'lsak, ajab emas, ularning qalblarida ham mana shu shariatga, dinimizga, ularning ham qalblarida ajab emas, Xudo taolo bir muhabbat bersa. Buni inshaalloh juda foydalari katta. Imom Buxoriyni mana shu hayotlari ham bizga juda katta ibrat. Mana shularning hayotlari haqida o'zimiz bir vaqtimizni ajratadigan bo'lsak, ajab emas, Xudo taolo hammamizga shuni manfaatli qilsa. Xudo taborak va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga nozil qilgan oyatlarida bu ham inshaalloh ilk nozil bo'lgan oyatlardan, ey Muhammad alayhisalom, va anzir ashiratakal aqrabin, ya'ni avval o'zingizni qarindoshlaringizni, yaqinlashlaringizni ogohlantiring deb Xudo taolo buyurdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Safo tepaligiga chiqib, qarindoshlarini shu chaqirib, ogohlikka chaqirganlarida Abu Lahab kelib o'zlarining amakilari bo'lmasa, qurib ketgir, bizni shu narsa uchun ovora qilasanmi deb qattiq Rasulullohga dashnom bergan ekanda. Xudo taborak va taolo shu Abu Lahabning badbaxtligi haqida Alloh taolo bir qancha oyatlarni nozil qilgan ekan. Xudo taolo Rasulullohni ko'rishlikka bizga nasib qilmadi-yu, ammo alhamdulillah qalbimizda rahmatal lil alaminga muhabbatimiz bor. Xudo taolo shu muhabbatimizni Xudo taolo bundan-da ziyoda bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Qiyomatda Rasululloh bilan birga turishlikni Xudo nasib qilsin. Qiyomatda sahobalar bilan birga turishlikni Alloh subhanahu va taolo rostgo'ylar bilan turishlikni Robbimiz o'zi nasib qilsin. Abu Lahab badbaxt bilan, Abu Jahl badbaxt bilan, mana shunga o'xshagan badbaxtlar bilan birga turib qolishlikdan Alloh hammamizni Xudo taolo o'zi saqlasin. Xudo taborak va taolo barchalarimizni oqibatimizni o'zi mahmud aylasin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. İmtihon oldidan duo so'rab, ota-onalarning haqlariga duo so'rab, ishlariga rivoj so'rab, safarga chiqish oldidan duo so'rab, bemor onalarning haqlariga duo so'rab, farzandlarining haqlariga duo so'rab, ishlariga rivoj so'rab, duo so'raganlar bor ekan. Alloh taborak va taolo barcha imtihondan o'tayotgan, imtihonga boradigan barcha ukalarimizni imtihonlarini Alloh taolo oson qilsin. Parvardigor shuni qatorida biz ham imtihon maydonida turibmiz azizlar. Alloh taolo barchalarimizni mana shu imtihonlardan yaxshi o'tib olishligimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. O'tgan ota-onalarimizni Parvardigor o'zi rahmatiga olsin. Tirik ota-onalarimizni umrlariga, rizqlariga o'zi barakot bersin. Ko'p yillar haqlarimizga duoda qoim bo'lishlarini Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Ishlariga rivoj so'raganlarning barchalarini ishlariga Parvardigor o'zi barakot bersin. Haloldan keng rizq bersin. Safardagi barcha musofirlarimizni, safarga chiqayotgan ukalarimizni barchalarini safarlarini barakotli safarlardan bo'lishligini Alloh o'zi nasib qilsin. Barcha bemorlarning qatorida mana onalarining haqlariga duo so'ragan onaxonimizni ham Parvardigor dardlariga Parvardigor o'zi g'oibidan shifoi kulli karam aylasin. Farzandlarimizni barchalarini soliha bo'lishligini Robbim o'zi nasib etsin. Va sallallohu va sallama ala rasulihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.